Timur, sen qo'yapmisan? Onadan so'kdi-ya, nima qilishim kerak edi? Sizga tengchi nima qilardingiz? Robiya, anaqa Bahrom aka Timurda zapis bormi hozir? Assalomu alaykum. Albaniyadan elchixonadan bitta mehmonimiz kelgan edi. Men bu yerga kirmadim. Jingalimi? Rang-barang qo'yninglarmi? Uzunlar qo'yganmi? Ha, uzunlari bor, haq. Yo'q, aka ko'rmadim. Kelib qolsak borasizlar, mana shu yerda. Aka o'zi kelgani shunaqa edi. Bolalar, bir stakan suv so'ragan edim. Nima qildinglar? Buzib qo'yibsizlar buni. O'zbekcha propiskaga tushirib qo'ydim. Bilasizlarmi? Tanasam tushunib yetdim. O'zbekistonda ishing bitishi uchun o'zbekcha gapirishing kerak ekan. Shunga ham o'zbekcha gapir ukan. Bolalar, shu uzuvlarim bilan soatim bor edi. Menimcha esimda aniq yo'q. Ko'rmadinglarmi? Bilmadim qanaqa huzurlar haqida gapiryapti.